Xo'p, Ali House bu quruvchiga ham, oluvchiga ham juda ham yaxshi taklif qilyapsiz. Hozir meni eshitishim bo'yicha sizga misol men 5 ta dom qurganman, 150 ta yoki 180 ta kvartiram bor, sotmoqchiman. Hop. Shuni telefon qilsam bo'ldi, hamma marketingni o'zingiz qilasiz. Albatta, ya'niki sizga qulay tarafi nimadan iborat bo'ladi? Birinchidan sizni qaytarib o'tib aytganimdek, quruvchi bilan mijozning o'rtasidagi most bo'lishimiz. Siz bizga murojaat qilganingizdan keyin birinchi bo'lib ishchi kuchingiz, ya'ni savdo sotiq professional menejerlar, reklama, marketing, ya'niki hammasi biz tomonidan to'lovlar asosida bo'ladi. Mijozlarga to'g'ri ma'lumot yetkazishimiz, ya'niki nasiya savdo va naqd to'lov asosida siz tomonidan xarid qilishlari hamda ustiga narx qo'ymasdan hammasi biz tomonidan bo'lishi kutiladi. O'sha tarzda ketadi. Hozir siz makler bassiz? Yo'q. Unaqa realtor bassiz? Yo'q, realtor emas. Prosta bu Ali House shunaqangi narsaki, hamkorlik qilib berar ekansiz quruvchiga. Quruvchiga ham, oluvchiga ham. Ya'ni oluvchi xizmat bermaydi shunda. Umuman. Ya'ni narxim dar sizgidan arzon. Ha, quruvchidan ham arzon qilib siz o'rtada turib sotib berasiz. Ya'niki o'rtada turib ham sotish hamki qanaqa bo'ladi? Mijoz kelyapti, bizga murojaat qilib turib, bir xilgilar bor-da endi. Siz o'zingizga chiqadi, sizdan boshqa narxda eshityapti, qimmatroq. Bizdan hamyonbop narxda eshitadi. Xonadoningiz sifatli bo'lsa, avvalambor bizda sifatli xonadonlar bo'ladi. Keyin qayerdan nima olishda hamma yo'g'ini, yo'l yorug'ini tushuntirasiz. Yo'l yorug'ini hammasini tushuntirib taklif qilasizda. Endi siz mendan oling, mendan yaxshiroq deb. Albatta. Ya'niki mijoz nafaqat bizdan xonadon sotib olishi, balkim hujjat ishida ham yordam beramiz, yuridik tomondan maslahatlar, bepul konsultatsiyalar berib o'tamiz. Ertaga sizni uyingiz misol deyli уже qurib, yangisiga o'tayotgan mahalda ularga boshqa joydan kerak bo'lsa, biz boshqa joydan albatta taklif beramiz. Demak, ko'p imkoniyat bor. Har tomonlama. Bu Farg'ona shahrida hozir. Hozirchalik Farg'ona shahri, xudo xolasa, o'sha Farg'ona oblasiga chiqamiz, 12 ta viloyat va boshqa davlatlarga ham chiqishni niyat. Ilohim omadingiz bersin. Telefon qoldiryapmiz. Akaga sizlaring. Nechta qanaqa kvartirangiz bo'lsa sotib berarlar, nechta kvartira zarur bo'lsa topib berar ekanlar. Bemalol. Xo'p, bundan tashqari yana nimalar bor bu Ali House'da? Qo'shimcha qilib kelajakda mana aytishimiz ham mumkin. Xonadonlar reklama qilishlarimiz, ya'niki sizdaqa chiqib turib blogerlar maklerskiydaqa ketadi va albatta travel qo'shilyapti. Ya'niki boshqa davlatlarga sayohatlari ham xonadon xarid qilgan odamda sayohat qilishi ham mumkin bo'ladi. Xonadon xarid qilgan odam notariusi bepul bo'ladi, aksiyalar bo'ladi. Agar siz tomonidan mijoz keladigan bo'lsa, bizga misol naqd muddatli to'lov asosida xarid qilaman desa, 30% ni chegirma ham qilib beramiz, xudo xolasa. Bizda faqat muddatli to'lov, nasiya savdo bor xolos. Muddatli to'lov, nasiya savdo, naqd xolos. Ikki xil yo'nalishimiz bor. Ikki xil xolos. Bemalol misol o'rtada turib, dokumentiga ertaga o'zlaringiz javob berasizlar. Dokumentni o'tida biz qilib beramiz. Qurilishda misol sizni xonadoningiz xarid qilgandan so'ng yashayotgan payt qanaqadir qurilish tomongarchilik bo'lsa, endi u quruvchi tomonidan. Quruvchi tomonidan, lekin o'rtada turasizlar o'shanda. O'rtada turib, tushuntirib, sifatli iloji boricha xonadon topamiz. Gap talonlarni hamma yo'g'igacha oxirigacha turib berishar ekan. Bemalol telefon qilib sayohatga ham chiqib ketisizlar ham mumkin. Bemalol Ali House tanlasizlar, bizda telefon ham bo'ladi. Zo'r narsa ekan lekin. Ali House tanlagan uchun rahmat.